bo'lib qoldingmi? Stipendiya yechib. Men tashkillik kampirlarning pensiyasini yechyapman. Men tugatdim. Men ham 17 ta kampir tugatdim. Biz ham tugatishdi. Endigina kartada 10 mingni yechuvdik. Boshqa ish qilamiz. O'layga. Nimaga shaxmatga keldik? Hozir shaxmatchilar ko'p pul beryapti-ku. Otash mana ani. Buni oqdan qoraga yuradimi, qoradan oqqa yuradimi? Uni bilmadim, ana uni обязательно bosish kerak. Mana. Shaxmat. Boshqa ish qilamiz. Meni bu yoqqa nima olib kelding? Bokschilarga ostahoya beryapti. Boks. Boks. Men senga ishonaman. Nima bo'ldi? Iltimos taksi biznes chaqir, shuni taxosda ketay. Bizlardan nimadir nito qilyapmiz-da. Chunki biz oxirdan boshiga ketyapmiz. Boshdan oxiriga qarab yurish kerak. Unda ketdik. To'xtab turma, non, yana bitta uray. Endi ketdik. Zo'r urdi. Assalomu alaykum. Renessans ta'lim universitetiga xush kelibsiz. Ha, yotoqxonalaring bormi? Bor. Xonani nima qilasan? Uying bor. O'chira ovozingni uy men nomida emas-ku. Ana, nechta yo'nalishlaring bor? Universitetimizda 30 dan ortiq ta'lim yo'nalishlari mavjud. Qancha o'qiydi? 4 yil. Men o'qimayman. Nimaga? Uzoq ekan. Men o'qiyman. Iqtisodda o'qiyman. Xush kelibsiz. Brat, bola qaraytirmaysizmi? Ha, o'zingiz bilasiz. Brat? Brat. Ya, Dilshod? Balon qaraytiryapsanmi? Ha, qaraytiryapman. Kuchayib ketsammi? Ha, men Renessans ta'lim universitetini bitirib ishlarim yaxshi bo'lib ketgan hozir. Yo'q, o'qidingmi? O'qimaguningcha iloji yo'q. O'qishdan keyin boyiysan. Bo'ptimi? Davay uka, o'qi. Alo, onasi? Atsatim qo'yaqda? Atsatingiz magazinda. Nimaga zalogga berasizlar? Renessans ta'lim universiteti yangi davrning ilm ma'rifat maskani.